Assalomu alaykum barcha aziz tomoshabinlar, siz Odinayev kanalidasiz. Kanalimga xush kelibsizlar deb qolaman. Aka-ukalar, barchalaringizdan doim videorolik boshida, o'rtasida, oxirida so'rab qolamiz. Kanalimizga albatta obuna bo'lib, bittadan like bosing, videoroliklarni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariya qoldiring deb. Chunki bu videorolikka like bossangiz va kommentariya yozsangiz bizga bu oldinga intilish va videoroliklarimiz tarqalishiga yordam beradi. Shuningdek, bugungi videorolikimiz Abbos Xo'ja va Kokosh haqida bo'ladi. Kokoshni ko'pchiliklar biladi. Hozirgi paytda operatsiya bo'lgani va operatsiya bo'lgani ba'zi bir ishlari nojo'ya bo'lgani sabab, noto'g'ri qilgani sabab operatsiya, shuningdek shu klinikani o'zi reklama qilgani sabab ko'pchilikka aytib qoldiki, bu klinikaga kelmanglar. Bunda o'qimagan va har qanaqa odamlar borki, operatsiya va bu ishlari boshqacha talabga javob bermaydi degan ma'noda. Men sizlarga javobgarlik bera olmayman ertangi kunda birontalaring bironsa bo'lsalaring. O'zlaring bilasizlar, ko'pchilik tanigan va sevib ko'radigan kinolarni qiziqchilar nimasida chiqqan Valijon Shamsiyev bilan Halima Isroilova xuddi shunaqa operatsiyada vafot etgandi. Lekin bu ham Kokosh ham 2 marta operatsiya bo'lgan. Ko'p joyi nojo'ya bo'lgan, aytilmagan, lekin operatsiyasi noto'g'ri bo'lgani sabab ko'pchilik aytdiki, bu klinikaga keldi. Klinikaga kelganda kelmanglar, o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman yopilsin bu medkonsultat klinika. Bo'ldi, qo'y. Menga operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsiyonning eshigi kirdi, chiqdi, xonam hamma etaj yurgan turganlarim. Davay, ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab, o'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Hop? Sigaret chekkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, meni xonamda polni men bilan birga parovoz xirurglar naq qo'y. Sigaret chekib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretni ruxsat berganlar. Hujjat Davay bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjat yordam sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yopmas klinikani, men reklama qilgan bu odamlar o'lib ketsa, men javobgar bo'lmayman. Komilani ham bo'lgan situatsiyasidan keyin hozir mana skori chaqirdik, 02 chaqirdik, huquqlarga yetdik. Onalari qo'rqib ketdi, mazalari bo'lmayapti. Mana dodlaganimizdan keyin bu yerga xodimlar kelib yordam berishyapti. Do'yati va 5 minut hech kim, necha minut kelmadi hech kim? Necha minut kelmadi mazasi bo'lgandan keyin? Hech kim chaqirmadi, chaqirsa ham kelmadi hech kim. Mana endi kelishyapti. Bu videoga olish kerak, kamera qilish kerak, keyin bularning xodimlari yordam berar. Ungacha hech kim yordam bermas ekan. Bilmaysizlar. Mana голосовой bitta eshitdinglar, ovozini ham taniysizlar. Klinikangizni tikkan pulingizni oldida bu pul hech narsa emas. Siz bloger bilan o'ynashyapsiz. Ikkinchi bandi jinoyat kodeksi bilan u odam javob beradi. Hozir huquq organlariga yetdim. U yerda juda ham ko'p gap bo'lgan. Aka Rossiyaga alinganlar, o'ta aka bilan bo'lgan suhbat edi. O'ta qizlar ham bo'lgan edi. Va yana Otabek degan odam bo'lgan edilar, jurnalist. Meni hali yuzim chiqib ketmadi. Meni oqlab beringlar. Kreditim bor, $500. Ozodib oqlangan deb men ham oqlashmoqman. Men turibman, sizni oqlab beraman. Faqat davolab bering shu qizni deganman. Va hamma narsani zapisi bizda ham bor. Tak что oxirigacha qo'ysin. Keyin bu ommaga olib chiqishi o'zini tartib qoidasi bor. Bu Abbos Xo'ja meni gapirib chiqibdilar, PR xohlayapti nimadirlar deb. Ukaginam juda ko'p gapirib dedi. Endi siz bilan qonuniy gaplashaman. Ikkita insonning o'rtasidagi gapni olib chiqish qonun oldida javobgarlik.